Assalomu alaykum. Bugun Bito platformasining CRM, ya'ni mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish bo'limi haqida gaplashamiz. Bu bo'lim kichik to'rtta bo'limlardan iborat. Bular mijozlar, buyurtmalar, kategoriyalar. Mijozlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda biz mijoz ma'lumotlarini jadval ko'rinishida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mijozlarning ism-familiya, mas'ul shaxsi, telefon raqami, kategoriyasi, birinchi va oxirgi savdosi va xaridlar sonini ko'rishimiz mumkin. Ushbu jadvalni biz o'zimiz xohlagandek tahrirlashimiz ham mumkin. Bu yerda bizga kerak bo'lgan yoki kerak bo'lmagan ustunlarni olib tashlash yoki qo'shib qo'yishimiz mumkin. Saqlash tugmasi orqali esa jadvalni yangilab qo'yamiz. Xo'p, tepada esa tashkilot yoki mijoz turi, mas'ul shaxs, qaysidir sana bo'yicha yoki kategoriya bo'yicha mijozlar ro'yxatini filtr qilishimiz mumkin. Bu yoqda yaratish tugmasi orqali esa biz yangi mijoz yaratishimiz mumkin. Bu yerga mijoz turini, ismini, telefon raqami, jismoniy shaxs bo'lsa uning ma'lumotlarini kiritib, agar joylashuvi kerak bo'lsa, joylashuvini ham kiritib o'tishimiz mumkin. Yetkazib beruvchi va izoh qo'shgan holda mijoz ma'lumotlarini saqlaymiz. Shu tartibda yangi mijoz qo'shiladi. Xo'p. Keyin esa jadvalda aynan bir mijozni qatori ustiga bosadigan bo'lsak, bizga mijoz haqidagi batafsil ma'lumotlarni chiqarib beradi. Bu aksiverka deyiladi. Bu yerda mijoz haqidagi batafsil ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarni tahrirlashimiz mumkin, o'chirishimiz yoki mijozni qora ro'yxatga kiritib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda balans bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mijoz balansini ko'rishimiz, keshbeklarni, savdo tarixi, hisob fakturalarini ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Keyin esa keyingi bo'limimiz buyurtmalar bo'limi. Bu bo'limda buyurtma ma'lumotlarini jadval ko'rinishidagini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buyurtma raqami, buyurtmaning maxsus kodi, sanasi, mijoz, holati, ya'ni buyurtma bajarilgan yoki hozir jarayonda yoki yangi bo'lishi mumkin. Manba, jami miqdorini, narxini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda filtr orqali mahsulotni qidirishimiz mumkin. Yaratish tugmasidan esa biz yangi mahsulot, yangi buyurtma yaratishimiz mumkin. Hop, qaysi tashkilotligini, mijozni kiritamiz. Bu yerda sana, yetkazish sanasi, pul birligini tanlashimiz kerak. Ya'ni qaysi pul birligida to'lov amalga oshirilishini izoh qo'shib qo'yishimiz mumkin. Shu tartibda buyurtma yaratishimiz mumkin, yangi buyurtma. Xo'p. Aynan bitta buyurtma qatorini ustiga bosadigan bo'lsak, bizga shu buyurtma bo'yicha batafsilroq ma'lumot olishimiz mumkin. Bu yerda buyurtma raqami, tashkilot, qurilma, mas'ul shaxs, mijoz, pul birligini, yaratilgan sana, yetkazish sanasi, shu kabi to'liq ma'lumotlarni ko'rishimiz va bu yerda o'ng tarafda narxlashimiz mumkin yoki etiketka chiqarishni tanlashimiz mumkin. Chek chiqarishimiz mumkin. Bu yerda chek haqidagi ma'lumotlarni ham to'ldirish mumkin. Audit tarixini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyin esa kategoriyalar bo'limi. Bu yerda kategoriyalarni ko'rishimiz mumkin. Yuqori kategoriya bo'yicha yoki bo'lmasam kategoriyalarni filtr qilish mumkin bu yerda. Yoki yangi kategoriya yaratishimiz ham mumkin. Bu yerda yuqori kategoriya va quyi kategoriya mavjud. Misol uchun, bir kategoriya boshqa kategoriyaga ota bo'lishi mumkin yoki aksincha boshqa bir kategoriya boshqasiga bola bo'lishi mumkin. Ya'ni kichikroq masshtabdagisi kattarog'iga ota vazifasini bajaradi.
Keyingi bo'limimiz esa mijozni xaritadan ko'rish. Hop, bu bo'limda biz mijozlarimizni joylashuvini ko'rishimiz mumkin xaritada. Xohlasak, bu yoqdan filtr orqali ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mavjud ro'yxat orqali ko'rishimiz mumkin. Hop, bu bo'limlar Bito platformasining CRM bo'limi edi.